Avvalo xush kelibsizlar. Sizlar bilan Buratino shamchasi orqali savdo qilish haqida gaplashayotgandik va biz sizlar bilan selga qanday qilib ishlashimiz, kalit joylarni tushuntirib bergandim. Hozir bu ikkinchi qism strategiyamizni, ya'ni sizlar bilan qanday qilib Buratino shamchasi yordamida buyga ishlashimiz mumkin, shuni ko'rib chiqamiz. Bundan avvalgi videoda tushuntirib berganimdek, bizga quyidagicha shamchalar kerak bo'lardi, ya'ni barchangiz ko'rib olgansizlar. Ya'ni xuddi mana shunaqa tanasi kichkina bo'ladi, bu yoqdan shpilkasi esa, ya'ni soyasi esa uzun bo'lishi kerak. Hop. Soyani o'rtaga o'tkazing. Xuddi mana shunaqa shamcha bo'lishi kerak. U agar maksimumda hosil bo'lgan bo'lsa, selga kiramiz dedik, minimumda hosil bo'lgan bo'lsa, buyga kiramiz dedik. Hozir o'shaning shartini ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu joyda xuddi shunaqa shamcha hosil bo'lgan, biroz tevasida soya qolgan, bu ahamiyatsiz. Shart bo'yicha nima qilardik? Ya'ni qulovchi zonamiz, ya'ni maksimumdan minimumgacha, razorotgacha bo'lgan zonamiz kamida 50% bo'lishi kerak, ya'ni 5 punkt. Bu yerda 3260 dan narximiz razorotga 3224 gacha tushyapti, ya'ni sal kam 40 punkt, ya'ni 400% gacha qulayapti. Bu idealni birinchi shartga to'g'ri keladi. Razorotda biz teva va pastga liniya tortdik. Agar shu joydan biz buyga signal qildiryapmiz, mabodo pastga buzib o'tib qo'ysa, buzib o'tib yopilib qolsa, ya'ni narximiz mana bu joydan pastga buzib o'tib turib yopilib qolsa, biz selga kirmaymiz. Hech qanaqasi selga mumkin emas, chunki biz buyga razorot qidiryapmiz. Sharti bo'yicha mana shu soyaning tevasidan narximiz qancha yurishidan qat'iy nazar buzib o'tib yopilgandan keyin biz nima buyga kiramiz, delka ochamiz. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu svicha, ya'ni soat 1:10 dagi svichamiz buzib o'tib nima bo'lgan? Mana bu joyda tevada yopilgan. Mana bu soyamizdan tevada yopilgan va biz bu yerdan qo'rqmasdan buyga kirishimiz mumkin. Va aytganimdek, stop loss mana buni ostki qismida bo'ladi. Take profit esa qulovchi zonani Fibonacci tortamiz endi. Mana bunday holatda Fibonacci tortsak, take profitimiz, dastlab take profitimiz endi biz buyga ishlaganligimiz uchun selga ishlaganimizda 0.5 ta bo'lardi, buyda esa 0.61 ga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana bu oraliqqa. Shu joydan agar biz savdoga kirsak ham 3238 dan savdoga kirib 3248 gacha, ya'ni 10 punkt, ya'ni 100%, ya'ni $1000 bilan kirsangiz $1000 daromad qilib chiqib ketasiz mana shu joyda. E'tibor berasizlar, buni zo'r tomoni hech qanaqasiga stop loss tomonga nima yurgani yo'q. Hech qanaqasiga yurib bergani yo'q. Stop loss tomonga bizda xavf xatar hech qanaqasiga bu yerda yo'q. Endi hurmatlilarim, yana bir qator savdoga kirish shartlarini sizlarga eslatib o'taman. Bizda quyidagicha hosil bo'lishi kerak edi, ya'ni quyidagicha nima? Shamchalarimiz hosil bo'lishi kerak edi. Hop. Mana bunaqa shamchalarimiz hosil bo'lishi kerak. Endi razmerlarga e'tibor bermaysizlar. Bir semiz, bir arvo bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Mana bunday qilib qo'yamiz. Xo'p. Bu Buratino shamchalari dedik, to'g'rimi? Ba'zida mana bunday holatda tevasidan biroz soya qolgan bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor bermaysizlar. Bu qizilmi, yashilmi narxda maksimumida yoki minimumida hosil bo'lsa, mana shu shamchalarni yuqori va pastki qismiga liniya tortamiz dedim. Ya'ni mana bunday holatda liniya belgilaysiz. Tushundingizmi? Mana shu holatda belgilaysiz liniyani. Xo'p. Agar tevaga siz narxning mana bunday holatda shakllangan bo'lsa, narxingiz past, teva past bo'lib, narxda maksimumda hosil bo'lgan bo'lsa, biz selga razorot qidiramiz. Ya'ni mana shu joydan pastga buzib o'tib yopilsa pastga, narx selga ketish ehtimoli yuqori. Ya'ni bu joydan selga kiramiz. Agar mabodo shunaqa narx maksimumda hosil bo'lsa va tevaga buzib qo'ysa, biz buyga kirmaymiz. Buyga kirmaymiz, chunki biz selga razorot qidiryapmiz. Aksincha bo'lsa-chi, narxning minimumida hosil bo'lsa bu narsalar, ya'ni misol uchun narximiz mana shuna zonada qulab kelyapti. Va nima? Mana bu joyda quyidagicha shamcha hosil bo'lib qoldi. Ya'ni biz qidirib yurgan shamimiz chetdan chiqib qoldi deb tasavvur qilyapmiz. Hop, misol uchun mana bunday holatda. Bu xoh yashil shamcha bo'lsin, xoh qizil shamcha bo'lsin, farqi yo'q. Shamni soyasidan liniya tortamiz. Keyingi svichalar farqi yo'q. M30 qaysi svicha bo'lsa ham, agar tevaga buzib o'tib yopilsa, narx dalchi tevaga yuradi. Ya'ni biz bu joydan buyga kiramiz. Pastga buzib qo'ysa, mana bu joydan pastga buzib qo'ysa, biz nima? Bu yerdan savdoga kirmaymiz hech qanaqasi, chunki biz buyga razorot qidiryapmiz.
Bu narsani birinchi videomizda biz selga kirish zonalarini ko'rib chiqqandik. Hozir sizlar bilan bayga kirish zonalarini ko'rib chiqdik. Bu strategiya ixtiyoriy ishlatish, o'zingiz istoriyani ochasizda, ko'rib chiqing. Ya'ni istoriyada qaysi joylarda qay darajada ishlab bergan. Ya'ni bu ham 100% emas. Eslatib o'tyapman, ushbu strategiya 100% emas. O'rtacha 75-80% holatlarda ishlaydi. Eng asosiysi bu strategiyaning afzallik jihatlari nimada? Stop loss joyi aniq, take profit joyi aniq. Siz ortiqcha boshingiz ortmaydi. Mabodo narxi teskari ketib qolsa, stop lossingiz oladi. Endi yana bir narsa bor, eslatib qo'yaman. Siz bu savdoda, ya'ni bu savdo strategiyasidan yoki savdo uslubidan foydalanar ekansiz, tillada M30 da ochdingizmi, ya'ni M30 bo'yicha ketyapsizmi, faqat M30 da ishlang. Misol uchun M30 da ishladingizda, mabodo stop lossingizni olib qo'ydi deylik, stop lossga tegib qoldi, sразу M15 ga olib unaqa switch qidirmang. Yoki H1 ga olib switch qidirmang. M30 mi oxirigacha M30 da ishlang. Bir kunda bitta chiqishi mumkin bunaqa switch. Balki ikkita chiqib qolar. Tushunasizmi? Ya'ni bir haftada 10 ta chiqishi mumkin, balki 5 ta chiqib qolishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, faqat shu switchni tanladingizmi? Ya'ni shu vaqtda, shu time frame'da, shu savdo parasini tanladingizmi, o'zgartirmang. Bitta o'xshamagani bilan, ya'ni bitta stop lossni olib qo'ygani bilan, keyingi M30 da chiqadigan switch albatta take profitingizni oladi. Chunki bu sinovdan o'tgan, tekshirilgan istoriya 10 tadan 7-8 ta holatda o'xshab beradi. O'zingiz ham endi bu bilan o'rganib oldim, bosa-bos deb realga o'tib ketavermasdan, ya'ni real savdoga o'tmasdan bir qator bunday istoriyani ochib ko'rasiz. Bunday qatlarda o'xshagan, qatlarda o'xshamay qoldi, nimaga o'xshamay qoldi? Siz take profit qo'ysangiz qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana e'tibor berasizlar, mana bu joyda mana narx qulagan, to'g'ri? Mana bu joydan qulab, mana bunaqa switch hosil bo'lgan mana. Xuddi shu switch mana sharti bo'yicha nima? Maksimumga qo'yamiz, soyasiga minimumga qo'yamiz. Bu joydan biz razvorotga, mana bu joydan qulaganmi? Demak, biz razvorotga qidirishimiz kerak. Linear mana bu joydan bayga ketish kerak edi. Lekin narximiz nima? Buzib pastda yopilib qoldi. Biz kirmaymiz savdoga. Men aytganman, selga kirmaysizlar. Yana ham bayga yurishni kutasizlar. Qancha pastga narx qulagan sari sizni nima savdo qilishingiz, ya'ni take profit olish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Kutasiz, qayerdandir razvorot bo'ladi, mana bunda bo'lib, mana bu joydan razvorot boshlangan, mana bu joyda xuddi o'sha switch hosil bo'lgan mana. Qo'yapman. Xo'p. Mana e'tibor berasizlar, mana bu joyda biz kutgandik, bir kundan keyin xuddi o'sha narsa hosil bo'lgan va mana sразу buzib o'tib yopilgan. Take profitimiz esa narx mana bu joydan qulaganligi uchun mana bunday qilib qulay zonasigacha tortib qo'ysak minimumigacha. Mana e'tibor berasizlar, mana bu joydan biz savdoga kirsak ham o'zi 0.5 ta o'zida ushlasak ham qancha daromad qilardi. Ya'ni mana bu joydan biz kiramiz, stop loss minimum pastida, misol uchun yuqorisigacha ketdi. Kirish zonamizga e'tibor berasizlar, 3219, maksimal tarzda 3269 gacha narx ko'tarilgan. Ya'ni 50 punkt, ya'ni bu yerda 500% narx ko'tarilgan. Biz kutganimizga arziydi, to'g'rimi? Qoidalarga amal qilsangiz, albatta narxlar sizga daromad olib keladi. Bu bizning strategiyalarimizdan yoki ishlash uslublarimizdan biri edi, albatta. Yana ham ko'proq ishlash uslublarimizni o'rganmoqchi bo'lsangiz, xususan Sharq Trading oilasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bu mutlaqo bepul, yoki bo'lmasa siz savdoga endi kirib kelgan bo'lsangiz, o'zingizga bir jamoa izlayotgan bo'lsangiz, biz sizni bepul VIP Club jamoamizga taklif etamiz. VIP Club sizni kutmoqda. VIP Clubda sizni nimalar kutmoqda? Bepul video darslar, noldan boshlangan bepul video darslar, strategiyalar o'rgatiladi. Qolaversa, u yerda sizga har kunlik texnik analizlar taqdim etib boriladi. O'zingiz bemalol signallar orqali, analizlar orqali ko'rib, o'z savdoyingizni olib borsangiz bo'ladi va maslahatlarish uchun eng asosiysi jamoa u yerda bor va 24/7 qo'llab-quvvatlash adminlar xizmatidan bepul foydalanishingiz mumkin. VIP Clubga qo'shilish mutlaqo bepul, shunchaki video ostida yoki bo'lmasa kommentariyada qoldirilgan Sharq admin 1 manziliga murojaat qilasizlar, ya'ni Telegramda bor. Mana bu adminda manzili kuchukcha Sharq pastda admin 1 deb qidirsalaring chiqadi. Shunga VIP Clubga qo'shilmoqchiman, YouTubedan keldim deb yozib qo'ysalaring bo'ldi. Undan tashqari esa YouTube'da xudo xohlasa 1,5 mingta bo'lar ekanmiz. Bunga 7 kishi yetmayapti. Agar mabodo obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, shu 7 kishining ichida ekansiz, shunday obuna bo'lib qo'ying. Biz 1,5 mingta bo'lsak, yana ham zo'r bitta strategiya bor. Uni batafsil tushuntirib beraman. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin.